Bitta xamir va bitta bezadan hayit ayyomi uchun ko'rinishi ham, mazasi ham ikki xil shirinlik. Avvaliga eng nejni pesochni xamir tayyorlab olamiz. E'tibor beringlar, xamirni uni ko'p bo'lib ketishi kerak emas. Aks holda desertimiz nejni chiqmay qoladi. Xamir tingunigacha veleda turba shvabralarini yengil nasatkasini ochib, vannami o'zida qolgan uborkamni oxiriga yetkazib oldim. Avval ko'pirtirib hamma kafellarni yuvib chiqdim. Keyin esa shvabrani quritib, kafellarni bittalab artib chiqdim. Oldin shu kafellarni yuvishga narvon ishlatardim. Hozir bo'lsa osongina ishim bitdi. Tindirib olib qo'ygan xamirimni bitta bo'lagidan mana shunaqa shariklar yasab oldim. Keyin esa tuxum oqlaridan ozginchadan shakar qo'shib, qattimgina beza qildim. Birinchisi olchali variant. Tugilishiga e'tibor bering. Sizlar uchun yana bir marta ko'rsatdim. Ikkita chetini qattimgina mahkamlash kerak. Mana endi keyingi zuvalani bo'lsa, katta qilib ochib, orasiga beza hamda yong'oq sepamiz. Yog'iga rosa oson, oxirida ustiga tuxum sarig'ini sursanglar bo'ldi. Endi bu videoni kimga yuborishi bilasiz.